A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün söz edilen dersimiz şeytanın insanlarını azdırış yolları. Allah Teala Fatır Suresi'nin 6. ayette mundaq degen. Yani şeytanlarniki insanın düşmanı hakkında mundaq degen. İnneşşeytâne lekum aduvun fettehiduhu aduva. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashabis sa'ir. Allah Teala nim deydi? Şeytan hakikaten sizlerge düşmandır deydi. Yani şeytan bizning eng chong düşmanimiz. Allah Teala onu düşman tutinglar deydi. Şeytan özünün tevellerini ehli dozaqdan buluş chaqirdi. Yani şeytan özüge ergeşken kişilerini ne chaqirdi eken? Ehli dozaq. Dozaq ehlidan buluş chaqirdi eken. Yaxshi. Yani Allah Teala bizni şeytanın yoluga ergişip ketishdan agahlandırgan. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Ey müminler, şeytanın kayına kirmanglar. Kim ki şeytanın kayına kirdiken, şeytan onu kabih işlerge, kabih söz hareketlerge, yaman işlerge buyurdu deb Allah Teala bizni için şeytanın kayına kirib ketishdan agahlandırıptı. Bu doğrudan nurgun ayetler var ki Allah Teala bizni şeytanın yoluga ergişip ketmeslikke bizni agahlandırıp nurgun ayetlerini düşürgen. Endi qarab bakayım. Şeytanınki biz salgan vesveseleri. Yani şeytan bizim turmuşumuzda her vakit bizge ses septirdi. Nim deydi? Biraz oyun olup anneki namaz okuyan. Namazın vakti ketdi hazır. Namaz vakti ketip kalsa, biz oynayotgan bolsak, şeytançı yeni biraz oyun oğagan. Anadaki okusan buldu namazı der bizi namazın vaktida okuştan sahabeden çö mehrum koydu. Yani ondan başqaça etdigeligi bomdat namazıga nazan çıqqandan keyin öydü apanglar oğatqan çağda şeytan deydi ki sizge. Yani azırak xuluvagın, uyqun qalmadı, azırak xuluvag. Birdendeki qubub anneki namaz okusan buldu dep şundaq şeytan vesvese qildi. Yani namazda vaxtida okumasligimiz üçün yana azırak xula dep vesvese qildi. Yani biz mesela ders qilmoqchi, Qur'on o'qimoqchi, shundan şeytançı bizge anаңga yordamlash bu pengiz qilsam buldu. Tapşırıklarımızı anаңga yordam bergen o yaxshi ish, anadaki qilsam buldu dep bizni onundan yaxshi ishlarni, onundan savab ishlarni qilishimizdan şeytan bizni to'sib, bizga shundan vesvese qildi. Yani Qur'onni yeli o'qisam buldu. Bugun kesh o'qitib qatam o'qisam buldu dersangni. Vaqt batigi birdan o'ynab olgan, yeli o'qisam buldu, at o'qisam buldu dep Qur'onni o'qishdan to'sidi. Yani bugün bir ishni qilmoqchi bo'lsak, at qilgin, bugun charchab ketding. Deb bugun mesela bir vazifanglar bor, ders o'rgangan darsinglardan bir vazifani o'zinglar belgilagan bo'lsanglar, o ders vazifa tugmadi, shayton deydi, "Voy bugun behchi qilib ketding, bo'ldi qilindi, at qilgin qolg'inni" deydi. Yani Qur'on yodlayapsizlar, yodlab bulamadinglar. Shuning bilan, "Voy bo'ldi qila degandan beri yodildan charchidek qilgan, at yodlagan bo'ldi" debçi bizni aşı kunlik vazifamizni o'rinlashdan şeytan vesvese qilib ashundaq cheklaydi. Biz ashundaq ozdirish qiltirishidi. Yani şeytandagi vesveseleri her xil, her türlü. Yani Allah nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qilishniki yo'llardan bizni her vaqt cheklab, her vaqt vesvese qilib, bizga dushmanlik qilib turadi. Endi biz şeytanning insonlarni her xil yo'l bilan ozdirganligini bu darsimiz o'rganib o'tamiz. Yani şeytanning insonni qanday yo'llarla ozdirdi ekan, qanday taktikalari bor ekan, biz mushlarni o'rganib boqaylik, ha? Qaranglar. Birinchisi, şeytan Allah'ni zikr qilishni unutildirdi. Şeytanningki birinchi vesvese qilgan taktikasini bo'lsanglar, Allah'ni zikr qilishni unutildirdi. Bir inson Allah'ni zikr qilishni unutib qolsa, qanday bo'ladi? Allah'ni zikr qilishni unutib qolsa, ibodatlar joyir bo'lamdi, joyir bo'lmaydi. Hech qanday joyir bo'lmaydi. O kishi tezlikda ezib ketadi. Hatto ishlarni jiqib qoladi. Shaytoncha har vaqt shunda Allohning zikr qilishni unutildirib, boshqa ishlar bilan mashg'ul qiladi. Masalan, kompyuter o'yinlarini o'ynab boqinglar. Kompyuter o'yinlarini o'ynagan vaqtimizda Allohni zikr qilish esimiz kelamdi? Hargiz kelmaydi.
Herkes gelmeydi. Oytağım oynavasan bütün zihnimiz elik oyunda. Şeytançı aşında bir oyunlar bilen mazır kompüter oyunu misal keltirdim. Onun başka nurgun işler var. Aşında işler bilen Allah Taala bir işqa şeytan bizni başka bir işqa aşta meşgul qilib Allah'ın zikr qilishini bizga unutuldurdu. Yeni bir taktikse şeytan ham xiyal qilg'izdi. Her xil ham xiyallarni qilg'izdi. Voy sen tigi yosh, voy sen tigi kichik, cho'ng bo'lgancha qilib olsa ibodatni, namoz cho'ng bo'lgancha o'qib olsa deganlarning hammasi shu shaytonniki shu ham xiyal qilg'izishlar bizlar. Shu ham xiyal qilg'izish bilan-chi biz shaytonning yo'liga kirib ketgan bo'lamiz. Shayton undan boshqa talash tortish qilg'izdi. Talash tortish qilg'izdi. Bizning o'rtamizga jangi jadallarni sep qo'ydi. Shuning bilan ixtiloflar chiqdi. İxtilaflar chiqqandan keyin bizning o'rtamizda birlik bo'lmagandan keyin alg'ilgirash bilamdi bo'lmaydi. Bu shaytonning keyin bir taktikasi. Ondan boshqa shayton gunoh ishlarni chiroyli ko'rsatdi. Gunoh bo'lgan ishlar uchun noyatimiz zinnatlab bizga chiroyli ko'rsatib, shuningga ko'nglimizni moyil qilishga tirishadi. Shayton insonlarni qo'rqitdi. Shayton insonlarni qo'rqitdi. Ko'zimizni qo'rqitib, bizni shu ishdan cheklaydi. Ondan başqa şeytan qarindoshlik munosabatini uzishga urinadi. Qarindoshlarimizni o'rtasidagi munosabatni yirikleştirib, bir-birimizga urush qilib, aslında munosabatimizni uzishga urinadi. Chunki qarindoshlik munosabati qanchaki kuchli bo'lsa, ne bo'ladi? İnsanlarniki, musulmonlarning amaliy kuchi kuchli bo'ladi. Shunda qo'mishda bizning o'rtamizga qarindosh munosabatimizni uzib etib, hammamizni terib-peran qilib, chechivasi qana bo'ldi, bizning kuchimiz ojizlaydi. Yani şeytan bunun uğrunudu. Yani şeytan fitne kozgaydı. Bu şeytanın taktikisi. Şeytan ve onun dostları fitne kozgaydı. Fitne kozgab, naitimu, kılayım kaçaklarını keltirip çıkardı. Şeytan insanlarını aldaydı. Şeytan insanlarını aldaydı. Yani yalgan geplerle bizni aldab, hatta yolgumamızışka uğrunudu. Yani şu şeytançı günah doğrusunda piçirlet kuzudu. Günah doğrusunda piçirat quzub, bizningcha müminlarning qalbiga shunday bir gumon silib, bizni gunohkor qiladi. Bular shaytonninki insonlarni ozdirish uchun qo'llanadigan taktikalari, ya'ni Qur'on Karimda ko'rsatilgan taktikalari. Bundan boshqami shaytonninki insonlarni ozdirgan nurg'un taktikalari bor. Bularning hammasini bugun bir soat darsimizda deb bilishimiz mumkin bo'lmaydi. Shuni sizlar tushunadigan shaklda yuqorqi bir qansini tilg'ab o'tamiz. Biz bularni hamda bir-birlab har birisini Qur'on Karimdagi oyatlar bo'yicha ko'rib boqaylik. Bu mening gapim emas, bu oyatdagi dalillar bo'yicha e'lon gap. Qaranglar. Bir-birlab kelaylik. Birinchisi shayton Allohning zikr qilishdan to'sidi. Buning dalili Maida surasining 91-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridü'ş-şeytânu en yuqi'a beynekumul adâvete vel baghdâ'a fil khamri vel meysiri ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Şeytan haraq, qimar orqali aranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi haraqdan, qimardan yonmamsizlar, deydi Alloh taolo. Qaranglar. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi, deydi. Yani şeytan bizni Allah'ın zikr qilishdan ve namoz o'qishdan to'sidi ekan. Yani biz şeytanninki bu bizga qilgan bu dushmanligiga taqobil turishimiz kerak. Allah'ın zikr qilish ve namozni vaqtida o'qishga cho'qim ahamiyat berishimiz kerak. Bumuz şeytan bizni har vaqt Allah'ni unutgan, Allah'ın zikr qilma, namozini o'qima, namozini kechiktirgan deb ashundoq vasvas qiladi ekan. Bu şeytanninki birinchi taktikasi ekan. Buni bilib olaylik qarindoshlar. En ikincisi şeytan ham xiyal qilg'izdi. Şeytan ham xiyal qilg'izdi. Allohning mahluqotlarini o'zgartirishdi. Bu to'g'risidagi dalilni ko'rib boqaylik. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
الله فقد خسر خسرانا مبينا. Nisa surəsinin 109-cu ayətində Allah Taala şeytanın sözümüzü dep berýär. Yani wala umanniyannahum, ularni xam xiyal qilg'izman. Her vaqt shunda xam xiyallarni qilg'izib, yani buni tafsillasam, hayot uzun, qiyomat, hisob bilish yo'q degandek botil aqidlarni ko'ngliga solaman debdi. Ondan başqa nurg'un ham xiyallarni bizga qilg'izish mumkin. Ay sen tig'i yosh, sen tig'i kichik, oy bugun og'rib qopsa, oy bugun unda qopsa, munda qopsa debchi bizga shundoq bir ham xiyallarni qilg'izib, bizni shundoq aldab, shu ishni bizni ozdirishtirishdi. Ozdirishtirishdi. Mesela Kur'an'ı qatqa vaqtlarda nurg'un ham xiyallar kallanglar kelib qolishi mumkin. Bu muchumi shayton tarafdan bo'lgan ham xiyallar. Tushundinglarmi? Masalan, namoz o'qitgan chaqda, namoz o'qitgan chaqimizda bizning ko'nglimizga hech xiyolimiz kelib boqmagan bir ishlar kelib qolishi mumkin. Shundami? Bir sharni keltirib qo'yibmi? Bu shar masalanga ma'lum bir ashtaqir narsalar, o'yinlar, yani yeydigan tomoqlar namoz o'qilib nima yesam, onam nima yetayotganda chiqanda degandek tomoqlarni o'ylash, o'yinchiqlarni o'ylash, yani bu xiyolimizda har xil ishlar kelib qolishi mumkin namoz vaqtimizda, namoz o'qitgan vaqtimizda. Bularning hammasi nim tarafdanki, mushu shaytonninki bizning ko'nglimizga ham xiyollarni silishidan bo'lgan ekan. Bildinglarmi? Shuni qilamiz. Kur'an o'qitgan vaqtimizda, namoz o'qitgan vaqtimizda, boshqa vaqtlarimizda kallamizga ham xiyol kelib qolsa, darhol kallamizni yig'ib, ma shaytonning kayni kirib ketmay, shayton meni ozdiryotidi debchi, shaytonga bo'zak olmasligimiz kerak. Yani shaytonning bo'zak qilgancha darhol bilib, o'zimizning diqqatimizni qattiq yig'ishimiz kerak. Yaxshi. Endi shaytonning yana bir taktikasi nima dedik? Shayton gunoh ishlarni chiroyli ko'rsatadi. Yine günah bulduğun şeytan için ayettin 5 çıralık gözüdür. Delil naval köp bakayla. Hicr Suresi'nin 39. ayet. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis Allah Teala'ga depti. Perverdigarım sen beni gumrah kılgınlığın için, yani cennetten kovlayatkanlığın için yeryüzünde adam ballarına günah işlerini çıraylıq göstermen, elbette çıraylıq göstermen. Onların hemmesi elbette azdırman deydi. Yani şeytanın ki, insan azdırışının ki yeni bir yolu demek ki, günah məxsiyetlerini çıraylıq gösteriş. Bizi çıraylıq gösteriş şeytanın ki yeni bir yolu. Bunun bir misal keltirip bakaylı. Mesela şeytan mağul kızını gösterip, mağul kızının kimini gösterip, ne deyiş mümkün? Bu kızın kiniş pek çıralıqqa, qaran köyniki pek yarışıptı, pek çıralıqqa sen miştaq kiyim kiygen deb biz azdırışı mümkün. Emniyette Müslüman kız bunda kiyim kiyemdi? Müslüman kız qanday kiyim kiydi? Mandaq kiyimlerini kiydi. Yani piçiçini, qo'lini, parçaqlarını içib olgan kiyimlerini kiyis bulamdı, bulmaydı. Yani şeytançı bizge bir misal qilib ko'rsatdim sizlarga buni. Şeytançı yani mundaq uchuq yursang, tag'im chiroyli ko'rinsa, qara hamma yerlaring ko'rinib, tag'im chiroyli ko'rinsa debchi bizga mushundaq gunoh ishlarni chiroyli ko'rsatdi. Yani bu şeytandan chiroyli ko'rsatishi bilan, şeytandan chiroyli ko'rsatsa, nurg'un insonlar musulmonlarninki hijobini yoqtirmaydi. Bu nima sababdanki? Shaytonning insonni ozdirganligi sababdanki. Buni yaxshi ko'rmaganlar shaytonning yo'liga ergishib ketganlikdan shunday bo'ldi ekan. Tushundinglarmi? Muallim lekin kichik va undaq kiyinversa bo'ldi, cho'ng bo'lguncha. Cho'ng lekin kichigini tortib kunishinglar kerak. Masalan, kichiginglarda bunday ochiq kiyimlarni kiyib kunib qilib, andan keyin cho'ng bo'lgan chaqda biroqlam o'rniman desanglarcha, u chaqda ig'ir kelib qolishi mumkin. Shu kichik vaqtda odatlash yaxshi, ha? Dadamchi meni cho'qim deb ki lekin chiqdi deydi. Men mesela chekiyman. Lekin boshqa do'stlarim mendan cho'ntirib chekiymaydigan. Taqimda kun bo'lganda chekiydigan. Bu nima sababdanki shayton shunday ozdirib yutibdi. Shundami? Shunday qisqa ochiq kiyimlarni chiroyli ko'rsatib, insonlarni shayton shunday ozdirib yutibdi. Shunday qilganlar uchun shaytonning yo'liga ergishib ketganlik bo'libdi. Tushundinglarmi? Yaxshi. Bundan boshqa nurg'un ishlar bor. Nurg'un Alloh cheklagan ishlarni shaytoncha bizga nihoyatda chiroyli, yaxshi qilib ko'rsatdi. Shuning bilan biz
bununğa ergişip ketişimiz mümkün. Şeytan ergişip ketişimiz mümkün. Bu şeytandaki bir taktikisi. Bunun karşı biz qanday qilishimiz kerak? İmanımızı mustahkam turishimiz kerak. Yo'q, şeytan bundoq chiroq ko'z tutdi menga. Aslida Allah bizga mana shu buyurgan deb qilishimiz kerak. Endi şeytan mana chiroq ko'z tutdi deb, "May kiyimlar satmi?" Herkes sat emas. Shundoq qaranglar, shunchalik yarashgan. O qizga shunchalik yarashgan bu kiyim. Endi bu kiyim zamondan qolganmi, modadan qolganmi? Herkes undaq emas. Qaranglar, nima degan chiroyli kiyim. Ya'ni bu bizning hijobimiz, bu uzun chiroyli kiyimlar, lechaklar herkes modadan qolmaydi. Agar shunda xiyollarni shayton sep qo'ygan bo'lsa, bu shaytonning xiyol, shaytonning insonlar ham xiyollarni sep qo'yishi, shaytonning ozdirishi bo'ladi. Shayton deyish mumkin, "Oy bu kiyimlar modadan qoldi, sen modaga moslashib kiyim kiyishing kerak" degan gapni mo shayton gunohlarni chiroyli ko'rsatishdan bizga vasvas qilib degan gaplar. Bildinglarmi? Shayton bizning eng chong dushmanimiz. Bu dushmanga ergishib ketsak, biz qanday qilamiz? Noyitim ezib ketib Allohning g'azabiga uchrab qolamiz. Endi qaranglar, shaytonning yeni taktiklari qanday ekan ko'rib boqaylik. Shayton talash tortishga qo'z deydi. Shayton insonlarning o'rtasida, musulmonlarning o'rtasida talash tortishga qo'z deydi. Buningki dalilini ko'rib boqaylik. An'am surasiningki 121-oyat. Wa innash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Şüphesiz ki şeytanlar öz dostlarını yana müşriklerine sizler bilen de talaş kılışka vesvese kılıdı. Eğer onlara itaat kılsanlar sizler çok müşrik bulup kalırsınlar. Muallim avu vesvese degan gap. Vesvese degancha shaytonning bizga pichirlashiri. Shaytonga biz bilmaymiz uni. Shayton biz ko'nglimizga bir ishni sep qo'ydi. Namoz o'qiyotsak, bir ishni o'ylayotgan o'yinchiqlarimizni ko'nglimizga sep qo'ydi. Aytchu shaytonning biz ko'nglimizga sep qo'ygan ishiri vesvese bo'ladi. Bildinglarmi? Ha, muallim. Ha, yaxshi, mashallah. Qaranglar, shubhisizki shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan da'talash qilishga vasvas qilib deydi. Mushrik insonlarni, ya'ni musulmon mo'minlar bilan da'talash qilishga vasvas qilib deydi. Agar ularga itoat qilsanglar, ya'ni masalan bir mushrik kelib biz bilan din to'g'risida da'talash qilaman deb biz da'talashga keldi deylik. Aşı vaqtda biz ularga itoat qilib, mushrilardan tang da'talash qilsaqchu, cho'qim mushrik bo'lib qolsalar deydi. Aşı vaqtda biz mushriklarni da'talash qilishmaymiz. Agar qanday qadam da'talash qilsa bo'ldi desanglar, ilimlik. Aşı mushriklar yengilib qolmaydiganligi ko'z yetadigan kishi bo'lsa, onun bilan din to'g'ri da'talash qilsa bo'ladi. Agarda yengilib qilishga ko'z yetmaydigan bizlar bo'lsak, bizlar hamda mushriklardan da'talash qilib qolsaqchu, ularni aytib xato gaplarni qilib qilishi mumkin. Biz uning qarshi dalillarni ko'rsatib, uning to'g'riligini, bizning o'zimizning gapining to'g'riligini isbotlayolmay, shu yerda osonlik holga tushib qolishimiz mumkin. Shuning bilan bizning dinimiz shu yerda xorinib qolishi mumkin. Tomlar boshqalar, "Voy, bu deshqana gap beramadi, ana gapiga" debchu, bizning dinimizni, musulmonlarni edib to'van ko'rsatib qolgan unda ishlar yuz berib qilishi mumkin. Shunashqa deymiz yerda Alloh taolo bizga mushriklar bilan din to'g'risida bizni da'talash qilishga, qilmanglar. Bu shaytonninki vasvasasi, shaytonninki bir taktikasi deb atadi. Tushundinglarmi? Ha, yaxshi, mashallah. Ya'ni bu da'talash yana musulmonlarning o'rtasidan bo'ladi. Masalan, diniy masalalarda musulmonlar o'zaro da'talash qilishib, ixtiloflashib, nech bir qilib bo'linib ketadigan ahvol yuz berib qilishi mumkin. Bu shaytonninki musulmonlarning o'rtasida olganki nimasiga vasvasga. Musulmonlar shuningga bo'ysunib, ashunda da'talash qilishib qolsa bo'ldi ekan, bu shaytonninki yo'liga ergishib ketgan bo'ldi ekan. Shuni qanday qilamiz? Hech qanday da'talash qilishmaymiz. Herkes bir-birimizning o'rtasida ixtilof chiqadigan ishlarni qilmaymiz. Ya'ni shuni bo'lmaymiz. Musulmonlar qanday bo'lish kerak? İttifoq bo'lish kerak, birlik bo'lish kerak. Anandan keyin musulmonlar kuchlanadi. Tushundinglarmi? Talash tortishsak bo'lamdi ekan? Talash tortishsak bo'lmaydi, ha? Talash tortishma masalalardan uzoq turamiz. Yaxshi.
Endi şeytandan keyin bir vəsifə, elin bir taktikası ne olsa insanlarni qo'rqitadi. Bunun dalili Sure Baqara'nın 268. ayeti. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Şeytan sizlarni peyqirlikdan qo'rqitadi. Yaman ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir, deydi Alloh taolo. Yani şeytan bizni har vaqt qo'rqitib turdi ekan. Muşunda zakat bermegen, başlarga sadaqa bermegen, bulmuz kambag'al bo'lib qolasan deb shunda peyqirlikdan qo'rqitdi ekan. Uningdan boshqa şeytan bizni nurg'un ishlardan qo'rqitdi. Janimizga zavol kelib qolishdan qo'rqitdi, boshqa ishlardan qo'rqitdi. Yine şeytan bizni her vaqt müşunda qo'rqinish orqali vasvasa qiladi. Bizning qalbimizga bir qo'rqinish selish orqali bir yaxshi ishdan to'smoqchi bo'ladi. Shunga biz şeytandan qo'rqmasligimiz kerak. Yine kambag'al bo'lib qolamanmi yoki bo'lmasa boshqa bir ish bo'lib qolaman deb şeytanninki müşunda qo'rqitadigan o'yiniga kelmasligimiz kerak. Bu şeytanninki bir taktikasi ekan. Endi 7-si qaranglar. Araq ichish, qimor o'ynash qatorliq ishlar shaytonning ishlaridir. Endi shaytonning ishlari nima ekanini ko'rib boqaylik. Yana buni oyatdagi dalil bo'yicha bilaylik. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shaytan. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Qaranglar, Allah Taala bu oyatda shaytonning ishlarini deb turadi bizga. Shayton nimani qildi ekan? Aroq ichish shaytonning ishi ekan. Müminlar qılamizmi, qilmaymiz. Allah Taala ne deydi? Şeytanın işinden yiroq bo'linglar biz deydi. Herkes yaqin kelmanglar. O ishni qilinglar emas, yiroq bo'linglar. Ishning kelib qolgan ishlarning sababidimi yiroq turinglar deydi. Biz aytib, qattiq yiroq turinglar shunday ishlardan deydi. Aroq ichishdan yiroq turamiz. Qimor o'ynashdan yiroq turamiz. Bu qimor o'ynash, qimor o'ynaydigan so'run kirib qimor o'ynashni ko'rsatmaydi. Masalan, bir ishda do tikishib, pul bilan do tikishib o'ynash uchun qimorning bir shakli kirib qoladi, ha? Mushu ishlardan uchun qanday qilamiz? Yo'qtiramiz. Ha? Qimor o'ynash degan gap. Qimor o'ynash degan gap desa, masalan, shish xol deydigan bir narsalar bor. Shunda yoki bo'lmasa qartlar bor. Qartlar bilan shunda men qimorni qanday o'ynaydigan o'qimayman-da. Qartlar bilan bir narsani qilib, kim ussa shunga pul beradigan. Adab kim bil, qasini biz deb beqinglar. Ben bilmem muallim, bek yaxshi bilaman. Adab beqinglar. Muallim ben sen bilmem. Mesela şahmat oynasa, şahmat oynan çağda bir adam eğer men yansam sen bana 5 lira bilsen. Ya bir adam eğer ben yansam sen bana 5 lira bilsen de başta oynaş. Maşallah, muş qimor. Muallim sen bilam da. İmran deb beqinglar. Muallim tam yanı bulaydı bir yanda pullan tikişip oynar. Yaxshi maşallah. Yani pul tikishib o'ynashning hammasi uchun qimor. Yaxshi. Bu qimor o'ynashga ishga shaytonning ishiga. Bundan uzoq turishimiz kerak. Butlarga cho'qinish, bu shaytonning ishi. Paloqlar bilan pal salish. Qaranglar, pal salishmi shaytonning ishi. Bu pal salish masalasi bir palchining qishig'irib, daxanning qishig'irib pal salishni ko'rsatmaydi. Bizning kunda turmushimiz bo'lib qolishi mumkin. Masalan, qo'limizga qarab pal soldigan, yoki bir qog'ozlar bilan, xatlar bilan pal soldigan, yoki yulduzlar qarab pal soldigan. Degandek ishlarning hammasi shu pal salishning ishi. Va Turkiyada qahvaning ichib bo'lgandan keyin qahvaning qatisiga qarab pul soldigan ish bor-ku. Ashlamchi pal soldigan ishlar. Bularning hammasi shaytonning ishi. Hattoki men nimani ko'rib qoldim. Üsküdar'da deniz bo'yida aşa toshqonlar bilan pal soldi ekan. Toshqonlar bilan pal soldigan bir ishlar bor ekan. Ya'ni buning har turli ishlari bor, har turli shakllari bor. Mushaning hammasi shaytonning ishi, bulardan cho'qim yiroq turishimiz kerak. Hammasi yolg'on, aldaydigan ishlar. Tamam, palning hammasi aldaydigan ishlar.
Bular Allah Taala deydi, "Ritsum min amali şeytan" deydi. Yani şeytanninki noytim necis qılıqları, paskınıq qılıqları bular deydi. Fajtanibuhu, onundan yiroq turinglar, la'allakum tuflihun. Umidkisizlar, mushu baxtga erishasizlar. Yani baxtga erishishinglar uchun, dunyo oxiratda baxtli bo'lishinglar uchun mushu ishlardan yiroq turinglar. Bularning hammasi shaytonning ishleri deydi. Aroq ichadigan odam qanday bo'ladi? Aroq ichgandan keyin mas'ul qilib, butun asqillarning hammasini qiladi. Yani o masjiddan ishlagandan keyin qilgan ishlarga ming pushaymon qilsa, asli kelamda asli kelmaydi. Bu kuch dunyo oxiratda baxtli bo'lolmaydi. Qimar o'ynagan kishi qanday bo'ldi? Bugun ufti deyli, ertaga ufti deyli, undan keyin uftirib etadi. Uftirib etib nurg'un qarzga bo'g'ilib ketadi. Shuning bilan bu bir umr qarz to'lab bo'lolmay, oxirida hammasini ayrilib, qaqsilam qolgan ish chiqadi. Yani bu qimar o'ynagan kishi dunyo oxiratda hargiz baxtli bo'lolmaydi. Butlarga cho'qinishmi shunga o'xshash paskana qilaq. Yani Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan mush bot cho'qadigan insonlarning gunohini mag'firat qilamdi? Hargiz mag'firat qilmaydi. Bular dunyo oxiratda harolatda yashaydi. Paloqlar bilan palsilishchi, palsagan kishichi, yani ashunga ishinib qolgan bo'lsa qanday bo'ldi? Butun hayoti shuni bilan shu palg'ishinish bilan qanday qildi? Palg'ishinib qilib yaman yo'lga bir kirib qilishi mumkin, xato qadam qilishi mumkin. Shundan dunyo oxiratda u kishi hargiz baxtli bo'lolmaydi. Yani Allohning g'azabiga uchrab qoladi bunday kishilar. Tushundinglarmi? Qaysi shaytonning ishini qaysizlarga? Birinchisi haroq ichish, ikkinchisi qimar o'ynash, uchinchisi butlarga cho'qinish, to'rtinchisi paloqlar bilan palsinish, bular shaytonning ishi. Alloh taolo bu shaytonning ishlaridan yiroq turinglar deb bizga buyruq qildi. Bildinglar? Yaxshi. Unda bo'lsa, Qiliq nima? ha, deysiz? Ha? Qiliq nima? Qiliq degan ish degan gap. Masalan, mushukning qiliqi desak, mushuk bunaq yuzi tulamda, yuzimda yetgan bo'lsa, mushukning qiliqi bo'ladi. Qiliq degan ish, harakat degan gap. Tushundingizmi? Yaxshi, maşallah. Endi shaytonning bir taktigi qarindoshlik munosabatini uzishga urinadi. Yani qarindoshlar o'rtasidagi munosabatni uzib, yiriklashtirib, mana ittifoqlashib ketmasin deb munosabatni yiriklashtirishga urinadi. Buningki bir misol deb baqaylik. Yani Yusuf surasida Alloh taolo bunday deydi. Qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin degan bir kalima tilg'alanadi. Yani Yusuf alayhissalom kichik vaqtida qanday bo'ldi? Qarindoshlari Yusuf alayhissalomga hasad qilib, uni quduqlashib etdi. Qisni bilsangmi, mana shundaymi? Yani qarindoshlar o Yusuf alayhissalomning orasi buzildi. Yani ular hasad qildi qarindoshlari. Yusuf alayhissalom hasad qilgandan keyin quduqlashib etdi. Ondan Yusuf alayhissalom nima deydi desanglar, qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin degan bir kalimani o'sha Qur'on Karimda mush elindi. Yani Yusuf alayhissalom bilan uning qarindoshlarining o'rtasini kim buzib o'tibdi? Shayton buzib o'tibdi. Yani shayton har vaqt qarindoshlarining o'rtasiga urushda dasab qo'ydi, munosabatni uzib o'tishga urinadi. Yani bu qarindoshlik munosabati nihoyatda bir cho'nqur bir munosabat. Yani bir inson qarindoshiga masalan bugun urushib qolsa-mu, u qarindoshlarcha yana undan darhol yarashib olib munosabatni davomlashtiradi. Yani qarindoshlik munosabati o'lguchi bo'ladi. Yani qarindosh bo'lmagan yot insonlar bilan bo'lgan munosabatchi bir mezgillik bo'lib qolishi mumkin, ammo qarindoshlar o'rtasidagi munosabat mangu tugamdi, hargiz tugamaydi. Bu nihoyatda bir cho'nqur bir munosabat. Bugun o'chada atlashib qolgan qarindosh, yani atsi bir qarindoshniki qiyinchilik qolganini ko'rgan vaqt chidab tura olamdi? Hargiz chidab tura olmaydi. Falan vaqt mening ko'nglimda ag'irib qatdan demasdan, shu vaqtda eng avval yordam qildigini ayni shu qarindosh bo'ladi. Shunga shayton qanday qildi desam, qarindoshlik munosabatini uzib olsa, ikkinchi berib kelmaydigan, ikkinchi gaplashmaydigan shunday qilayotgan bo'lsa, qarindoshlarni. Bu insonlar, bu musulmonlar yolg'iz qolgan bo'lsa, yolg'izlik bilan qolgan bo'lsa, hech kim bunga yordam qilmagan bo'lsa, deb shaytoncha shuni umid qilib, har vaqt bizning qarindoshlar o'rtasidagi munosabatimizni o'zib o'tishimizga urinadi. Bildinglarmi? Yani qarindoshlarning o'rtasida gap talashib qolsanglar, urushib qolsanglar, bu nima sababdanki? Shaytonning sababidanki. Yani bir qarindoshlar sizlarni tillab olgan bo'lsa, sizlar uni meni deb tillab oldinglar deb uni ortiq tillaydigan, urib oladigan ishni hargiz qilmanglar. Bu unda qilsanglar qanday bo'ldi? Mush shaytonningki, mushu taktikasiga ergashgan bo'lib qolasizlar. Shaytonga
yo'l qo'ygan bo'lib qolasizlar. Qanday qilamiz? Oy shayton meni azdirib yutibdi. Mana meni tillab, meni qarindoshlarim bilan ikkimizni o'tirsak, urushib qilmoqchi bo'lib yutibdi. Men shaytonga men yo'l bermaychi, men shaytonning nimasiga taktikiga uymaychi deb darhol qanday qilamiz? Qarindoshimiz bilan yarashib olamiz, urushmaymiz. Bildinglarmi? Yana shu qarindoshlar o'tirsa urushga kim sabab bo'ldi ekan? Shayton sabab bo'ldi ekan. Onundan keyin yana bir taktika nima shaytonningki, shayton fitna qo'zg'aydi. Fitna degan nima desanglar, yomon ishlarning hammasi fitna. İnsanlarning o'rtasida biz yaxshi ko'rmaydigan yomon ishlarniki hammasi fitna. Hammasi fitna. Shayton shunda yomonlik teriydi. İnsanlarning o'rtasida yomonliklarni teriydi, fitna qo'zg'aydi. Bunun dalili İsra surasining 3. oyati. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Allah Teala bizden de tutduğunu, bendilerimge aytqanini bizge degenki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ular yaxshi so'z qilsin deydi. Yaxshi so'z qilsin, chiroyli so'z qilsin. Shubhasiz shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi deydi. Masalan, biz qo'polroq yaqib qoldik deyli. Masalan, o'zimiz bilib bilmay birsiga hech qanday ko'nglimizda yomonlik yo'q turib, qo'polroq yaqib qoldik. Shuning bilan shaytonchi yana bir qarshi tarafga qara o'zini faqat yaxshi ko'rmaydi, jumo san qo'pol tegyotidi, san vaqirayotidi deb joshini fitna qo'zg'ab, ikki odamning o'tirisigacha so'g'uqchilik soldi deydi. Shuning qanday qilam deydi? Har vaqt yaxshi so'zlarni qiling. Yaxshi so'zlarni qiling. Og'zimdan chiqib ketib, hargiz yomon gaplarni, shaytonga mana fitna solishga sabab bo'ladigan ashuna gaplarni qilib qolmang deb Alloh taolo bizga bizni ogohlantiryotdi. Her vaqt yaxshi gaplarni qilinglar. Bo'lmasa shayton bizning o'tirimizga fitna qo'zg'ab, dushmanlik qiladi deydi. Bildinglarmi? Qanday qilganmiz shaytonning fitnasining oldini olish uchun yaxshi so'zlarni qilamiz. Qo'pol tegmaymiz, sat gaplarni qilmaymiz, g'aybat qilmaymiz. To'g'rimi? Ya'ni yaxshi so'z qilsak, shayton bizning o'tirimizga fitna qo'zg'aydigan uchun bahona topalamda topolmaydi, ha? Yaxshi, maşallah. Endi shaytonning bir taktigi insanlarni aldaydi. Shaytonning hamma gapi yolg'on. Shayton har vaqt bizni aldab turdi. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Yani sizlarni hergiz dünya tirikçiligi aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning afusining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar deydi. Shayton bunday qildi ekan. Oy bugün günah ötküzüp kapsa, oy bopto insan diyen günah ötküzüdü hemdi. Hiç kısı yok. Allah Teala diye apu kılıdı. Allah apu kılıverdi. Sen günahını kılıvergen. Allah apu kılıverdi. Naiden mihriban zat depçu. Şeytan manda kaldaydı deydi. Şundan etsiz buldu. Yine günah işlep kılınca şeytan yine vesves kılıp, vay Allah diyen mağfiret kılıççı, vay boldu kılıvergen günahını. Kılıversen aşınmaydı. Allah berberin apu kıldığın zat. Apu kılıverdi. Allah'ın apusuna ait demek kanğırı. Dep aşında. Keynin devamlılık aşında günah işlerini kılışığa şeytançı aşında vesves kıldı deydi. Bu şeytanın insanların aldışı. Allah Teala bize agahlandırmadı şeytan. Şunda kaldaydı sizlerini. Allah seni apu kıldı dep aldaverdi. Sizler Allah apu kıldı dep günah işlerini kılıversizler. Halbuki Allah'ın apu kıldığanlıqını, apu kılmaydıqanlıqını hiç kim bilmeydi fakat Allah bildi. Allah halis apu kıldı, halisçe cezalaydı. Şulaşqa muşu şeytanniki muş vesvesiga aldınıp qalmanglar. Sizlarni hergiz dünya tirikçiligi aldab qo'ymasin deydi. Dünya tirikçiligi hergiz aldab qo'ymasin. Dunyoga berilib ketib qolmanglar. Shaytonga shundoq shaytonning sizlarni aldishiga yo'l qo'ymanglar deydi. Bilib oldinglarmi shayton bizni aldamdi ekan, aldaydi ekan. Allohning afusi noyitimi kam? Albatta afusi kam. Ammo lekin xolis jazolab qo'yishi mumkin Alloh taolo. Buni bilishimiz kerak. Shundoq-ku, shunashqa Allohning bu shaytonningki bu vasvasiga, bu aldishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi eng oxirgi taktigi shaytonningki gunoh to'g'risida pichirlishi shayton tarafdandir deydi. Ya'ni gunoh to'g'risida pichir atqizdi deydi. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor. Bu hadisni sizlarga burun so'zlab bergandim. Agar sizlardan 3 kishi bir yerda bo'lsanglar, bir kishini qatmay, 2 kishi o'zaro pichirlashmasin,
Undaq qilish haqiqatan uchinchi kishini qayg'uga soladi degan bu hadisni burun o'rganib bo'lgandik, sizlar deyishgandik. Ya'ni ikki odam, uch odam bayada ikki odam pichirlashib gap qilmasin. Uchinchi kishi "Voy bu nima deyotgandi, mening yomon gapni qilganmidi" debchi gumonlanib bir qayg'urib qoladi. deb Rasul sallallohu alayhi vasallam bundaq degan. Alloh taolo Qur'on Karimda bu to'g'riliq Mujadala surasininki 10-oyida bundaq degan. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Yani şu günah doğrusunda işkeden piçirlişi müminlerini qaygıga selish uchun shayton tarafidan bo'lgan deydi. Shayton bizning dushmanimiz shundaqku, shayton bizning xushal bo'lishimizni xohlamdi, hargiz xohlamaydi. Baxtli bo'lishimizni xohlamdi, hargiz xohlamaydi. Yani shayton qanday qilsam shuni teg'imi baxtsiz qilaman, qanday qilsam teg'imi gunohkor qilaman, qanday qilsam bir g'am qayg'uga selib bir xafa qilaman deb turishadigan bo'lg'achqa, yani mushu ikki insonni o'zaro pichirlashtirib, yana bir insonni qayg'uga soladi deydi. Yana bir insonni qayg'uga soladi. Bu gunoh to'g'risida pichirlatqizgan kimga? Shaytonning vasvasiga. Shayton shunday qildi ekan. Shuning qanday qilamiz biz? Shaytonninki bu ishiga ergashmaymiz. Shaytonning bu yo'liga ergashmaymiz. Yani ikki odamniki pichirlashini shayton qilg'izgan bo'lg'achqa, pichirlashimiz bundan keyin pichirlashmaymiz. Pichirlashmasak shayton undan keyin qanday bo'ldi? Xap bo'ladi. Agar shaytonga yo'liga ergashib, shunday ikki odam pichirlashib, boshqalarni xap qilib qo'ysaqchi, shayton noytin baxush bo'ldi. Shaytonni xush qilsak bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Shaytonni har vaqt, shayton bizning dushmanimiz, har vaqt taqobil turishimiz kerak. Yaxshi. Endi shayton qarang, boyaqidek nurg'un taktikalar bilan ashunday insonni ozdirdi ekan. Ozdirib qilib shayton qiyomat kuni qanday qilar endi? Shayton qiyomat kuni qanday qilar? Desanglar, Qaf surasiniki 27-oyda Alloh taolo mundaq deydi. Endi uning hamrohi bo'lgan shayton, ya'ni mushunday shaytonning yo'liga ergashgan mushu kofirning, mushu kishilarningki hamrohi bo'lgan shayton qiyomat kuni mundaq deydigan qarang. Parvardigorim, men uni ozdirmadim deydi. Parvardigorimiz, men uni ozdirmadim. Lekin u o'z ixtiyorlik bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi deydi. Men uni ozdirmadim, bu o'z ixtiyorlik bilan shunday mening yo'limga mangdi debchi kimga otib qo'ydi ekan? Yana mushu shaytonga ergashgan kishilarga, gunohni shaytonga ergashgan kishilarga otib qo'ydi ekan. Yana qarab yaqinlama jiq oyatga men o'qib beray sizlarga. Tarjimasini o'qib beray. Ibrohim surasining 22-oyida. Yani iş bitken çağda, kıyamet günü seni hesap tügep, cennetler bilen dozaxlar ayrılıp olgan çağda, cennet kırgılar ayrılıp oldu, dozaq kırgılar ayrılıp oldu. Müşü vaqt şeytan mundaq deydigan. Allah hakikaten sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, osiylik qiluvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Yani itoat qiluvchilarni jannat kirgizdi, dozaxlarni dozax kirgizdi, va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgandim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni zo'rlamadim deydi. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim, faqat chaqirib vasvas qilib qo'ydim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar deydi. Sizlar o'z deganlardan rozi bo'lib, mening da'vatimni qabul qilib, shunday gunohlarni qildinglar deydi. Shuning uchun meni ayblamanglar. Bu kirsin deydi-ki, endi meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. O'zinglar qildinglar, o'zinglar ergashdinglar menga deydi. Meni ayblamanglar deydi. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Men sizlarni qutqizolmayman, o'zini qutqizolmay shayton o'chaqda. Sizlar menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Yani meni Allah sherik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Sizlar meni Alloh sherik qilib menga ergashgandinglar, Allohga ergashmay menga ergashgandinglar, men buni e'tirof qilmayman deydi. Shubhisizki zolimlar chuqur qattiq azob duchor bo'ladi deydi. Qarang, bu shaytonningki qiyomat kuni saydan gapga. Debdi, men sizlarni zo'limidim, faqat shunday vasvas qilib da'vat qilib qo'ydim. Sizlar o'zinglar shunday da'vatimni qabul qilib, mening oqimga ergashdinglar. Meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam qilolmayman deb shaytonchi qiyomat kuni butun qilgan ishlardan tanib oladi ekan. Yani insan uçakda vay isset. Rast şundaqdi. Nimishqa men shaytonning keyni kirgandimi deb o'zini ayblandi albatta. Albatta inson o'zini ayblaydi bu kunda. Shaytonni ayblayolmaydi, ayblayolmaydi.
Tamam. Unda olsa şeytanın vesvesini ketkizishning yo'llari. Qarang, şeytan bizga vesvese qilgan vaqtida, buni qanday qilamiz? Ya'ni şeytan bizga yomon ishni ko'nglimizga sep qo'ydi deyli. Namoz o'qiyotimiz, namoz Allah şeytan bizga har xil xiyollarni qo'limiz sep qo'ydi. Dars o'rganyapmiz, şeytan bizga "Voy bu darsing behtasga qanday o'rganib bo'lsa, voy ozroq o'rgansang bo'lmadimi?" deb shunday vesvese qildi deyli. Vesvese qildi. Endi buni qanday ketkizamiz? Degancha Alloh taolo Arab surasining 2-oyatida yana buning yo'lini biz o'rgatib o'tadi. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah taolo debdi, agar shayton senga vasvasa qilsa, shaytonning vasvasini Alloh sig'inib panoh tilagan. Bu panoh tilash qanday bo'ladi? Allohdan panoh tilash qaysi kalim bilan bo'ladi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim degan kalim bilan bo'ldi. Ya'ni Allohdan panoh tilash nima? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib, qo'g'larni shaytonninki vasvasidan panoh tilayman deganlik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim degan ma'nosi. Allohga sig'inib, qo'g'larni qilingan shaytonning vasvasidan panoh tilayman deganlik. Vesvesega uchragan chog'imiz nima deyotganmiz bolalar? Qasam deb baqsizlar? A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymizga. Inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Onundan başqa qanday yo'llar bor desanglar, birinchisi hozir deganimizdek, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish bilan vasvasa ketadi. Yana birichi tahorat qilish. Ya'ni shayton bizga vasvasa qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim dedik. Yana ketmadi. Ucha qanday qilamiz sana kirib mukammal bir tahorat olgan vaqtimizda shayton ketadi. Yana bizdan ketadi. Shaytonning vasvasasi bizning yonimizdan tugaydi. Ya'ni attigani qaranglar. Bek valloh shayton vasvasa qiladi. Mush bomdod vaqtida o'g'namay, uyqumuzni ochamay, to'lisimi uxlab turgan vaqtimizda shaytonning qattiq vasvasa qilgani. Birdan uxlagan deb bizni ta'bilabchi namoz o'qishdan bizni to'sib shayton. Shu chog'da a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb o'nimizdan qo'pib tahorat olsaqchi shaytonninki vasvasi bizdan ketadi. To'g'rimi? Qanday qilgan attigani qo'pmagan chog'da Tahorat oldiganmiz. Nima deydiganmiz qo'pgan chog'da? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Maşallah. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb qo'pib tahorat olgandan keyin bizning uyqumiz ochiladi. Shaytonning vasvasasi bizdan ketadi. Yana bir yo'l. Alhamda bismillah bilan boshlaymiz. Yana bir shaytonning vasvasasini ketkizgan yana bir yo'l. Har qanday ishni bismillah bilan boshlaymiz. Bismillah bilan boshlagan vaqtimiz shayton bizga aralasholmaydi. Shayton bizga aralasholmaydi. Tamoq yegan vaqtim bismillah bilan boshlaymiz. Tamog'imizni shayton bizdan tang yemaydi. Uyga kirgan chog'da bismillah deb kiramiz. Shayton bizga birli kiralarni bizdan uyga kirolmaydi. Ya'ni har qanday bir ish qilgan vaqtimizda bismillah bilan boshlab qilsak, shayton bizning ishimizga aralasholmaydi. Ya'ni bu 3 yo'lni bilib olamiz. Shayton taqobil turishniki, ya'ni oddiy bo'lgan, hammamiz qila oladigan 3 yo'li. Birisi a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish, yana birisi tahorat qilish, yana birisi har qanday bir ish qilgan chog'da bismillahirrohmanirrohim bilan boshlash. Bildinglarmi? Yaxshi, maşallah. Endi shaytondan hammalar qo'rqqan bo'lishinglar mumkin. Endi shayton qanday insonlarni bo'ysundira oladi, ya'ni azdira oladi, qanday insonlarni azdira olmaydi degan masala balkim o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Biz buni Nahl surasining 99-oyat orqali o'rganib boqaylik. Alloh taolo Qur'on Karimda nima deydi? Ya'ni shayton qanday insonlarni azdira oladi ekan? إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Qarang, noyta meniqkan Uyg'urcha tarjimasi qilsanglar, mu'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qiluvchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi deydi. Ya'ni Parvardigorga chin yo'llangan mu'minlarga shaytonning vasvasi ta'sir qilolmaydi deydi. Ya'ni mu'minlar shaytonning vasvasasiga uchrasa darhol qanday qilib Allohni eslaydi. Shuning bilan shayton bunga ta'sir qilolmaydi, uni ozdirolmaydi deydi. Qanday kishini ozdirdi ekan?
Qanday kishilar azdirdi ekan? Yani imoni bir qadar ojiz bo'lgan kishilarni, shundaymi? Parvardigorga tavakkul qila olmaydigan kishilarni shayton oson ozdirib ketadi deydi. Shu shaytonniki bizning ustimizga hukmronlik qilmaslik uchun, bizni ozdirolmaslik uchun qanday bo'lishimiz kerak? Biz mu'minlardan bo'lish kerak. Müminlerden buluşumuz gerek ve Parvardigorimizga tevekkül qiluvchilardan buluşumuz gerek. Endi qanday kishi mümin bo'ldi desanglar, müminlarninki sifatlari bor. Qur'on Karimda Alloh taolo tilga olgan müminlarning nurg'un sifatlari bor. Biz keyingi darslarımızda inşallah müminlerning sifatlari haqida dars qilamiz. Chog'da haqiqiy mümin qanday bo'ladi ekan. Ya'ni qanday kishilarning qanday bo'lsak, shayton bizga hukmronlik qilmaydi ekan, shayton bizni ozdirolmaydi ekan. Anındaki şu vaqtda tag'im aniq bilalaysizlar. Ya'ni hozir nimani bilib oldik hozir? Shayton haqiqiy mu'minlarning va Parvardigor tavakkul qiluvchilarning ustidan hukmronlik qilolmaydi ekan. Ularni ozdirolmaydi ekan, ularga shaytonning vasvasasi ta'sir qilolmaydi ekan. Shuni bilib olsanglar bo'ldi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Darsni tushunmaganlar bormi?